Xitoyning Sharqi Turkistonda atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan ijro qilayotgan jinoyatlari davomlashayotgan va Xitoydagi qattiq qamalni bo'shatgan bir paytda Sharqi Turkistonning har qaysi viloyat, oblast va shaharlarda yangidan selinayotgan atalmış ayrim ko'zitish markazlari nomidagi shakli o'zgargan jazo lagerlari xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'amoqda. Oldingi hafta 13 dekabr Qashqar viloyati Qo'g'liq noyisidan tarqatilgan sillardan ma'lum bo'lishicha, ishg'oliyatchi Xitoy rejimi Xitoy o'lkalaridagi qamalni bo'shatgan bo'lsa-mu, biroq Sharqi Turkistondagi qattiq qamalni yanada bo'shatmagan. Sinda oshkorlanishicha, mazkur rayonda 18 ming eg'iz uy qurishni planlagan bo'lib, Xitoy doiralarining bu yerda kecha-kunduz jiddiy qurilish qilayotganligi ko'rsatilgan. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nikolas Bornis 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida Xitoyni Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirgan. U bu bayonotda bunday degan: Biz Xitoy Xalq Cumhuriyatini Xinjiangda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni, Tibetdagi bostirishni va Hong Kongdagi demokratiyaga qarshi harakatlarni to'xtatishga, davlat alqigan bostirish va tashviqot harakatiga xotima berishga chaqiramiz. Biz Xitoy fuqarolarining kishilik huquq, diniy erkinlik, fikr erkinligi, axborot erkinligini qo'lga keltirish uchun elib borgan namoyishlarni davomli qo'llaymiz. Xitoy taratqullarining 14 dekabr kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistondagi tabiiy boyliqlardan foydalanib ishlab chiqarilgan tok hozir Xitoyga sirtdan keladigan asosli tok energiya manbasiga aylangan. 2010-yili 11-oydan boshlab 2022-yili 12-oygacha Xitoy o'lkalariga yetkazilgan tok 600 milliard kilovattni eshib ketgan bo'lib, bu tok miqdori 1 milliard 400 million aholini 188 kun ta'minlashga yetadi ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi cho'nqirlashmoqda. Amerika hukumati Xitoydagi o'zak ishlab chiqaruvchi Changjiangni o'z ichiga olgan 30 shirkatni embargo tizimligiga kirgizgan bo'lib, bu shirkatlarning Amerika savdo ministerligining ruxsatisiz Amerikadan ba'zi texnik zapchastlarni sotib olishini cheklaydi. Bunundan ilgari chiqarilgan mushuning o'xshash qarorlar Huawei'ning aqliy iqtidorliq telefon bozoridagi o'lishining ko'rinarli tuvallashini keltirib chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy 20 o'tkazgich yasash sanoati shirkatining ishlab chiqarishini ko'rinarli ostilatdi. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly Xitoyning Manchesterdagi Xitoy konsulxonasining sirtidan namoyish qilayotganda jungoliq faoliyatchilarga hujum qilgan va Angliya soqchilarining tekshirish obyekti bo'lgan 6 kishini ishdan bo'shatganligini e'lon qildi. Ishdan bo'shatish qarorining soqchilarning gumondorlar tekshirilayotgan vaqtda chiqarilganligini bayon qilgan Cleverly, "Men bu kishilarning so'roqqa tortilmaganligi va qonunning jazosiga uchirmaganligidan umidsizlandim. Bizning talabimizga asosan Xitoy hukumati amaldorlarni elib ketishni qaror qildi. Bu bosh konsulni o'z ichiga oladi" dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin Yaponiyaning Xitoyga tutgan pozitsiyasini tanqidlab, buni qabul qilib bo'lmaydi dedi. Wang Wenbin kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Yaponiyaning Xitoy tahdidi qarshini kuchaytirish orqali harbiy kuchini oshirish uchun bahona tepish urinishi muvaffaqiyat qozonmaydi dedi.